Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zotov tumanida aholi daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahallalar qiyofasini o'zgartirishga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Aynan mana shu masalalarning amaldagi ijrosi yuzasidan media tur tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz Alisher Alimjanov lavhasida tanishamiz. Bo'zotov tumanida aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlangan media tur hududdagi hokim yordamchilarining tavsiyasi asosida imtiyozli kreditlar olib, o'zlarining ish bilan bandligini ta'minlayotgan fuqarolar xonadonidan boshlandi. Siz ko'rib turgan Bo'zotov shaharcha fuqarolar yig'ini aholisi Qiyas Kuyulimjayib yo'lga qo'ygan qo'ychilik loyihasi. Prezidentimiz tomonidan yengilletilgan kredit berilib, Bo'zotov rayoniga deb 12%. So'g'an borib hokim yordamchisiga xabarlasdim. 13% qo'y oldik. Bugungi kunda 8% hozir turdi. Bizga bitga yaxshi maslasa degan bo'ladi. Shuningdek, hududda yashovchi Malika Jo'ldosbayeva ham imtiyozli kreditlar olib, tomorqasida kartoshka yetishtirish va parrandachilik bilan shug'ullanadi. Tomorqa yig'imlari bo'yicha kartoshka yig'imini yetishtirib atirmiz. Tavukchilik, parrandachilik bo'yicha o'zimning biznesimni rivojlantirib ko'rim keldi. Ham so'ng rivojlantirib atirmiz. Hozirgi vaqtda mayiklarni payda ko'ramiz. Mayiklari 2,5 ming so'mdan 10 ming so'mga chiqib boradi. Qo'ldan mayiki shaxsi o'tadi. Mayikdan tashqari tovuq go'sht unumlarini ta'minlaymiz. Navbatdagi manzil Qusqonatov ovul fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Rambergen Xo'janiyazov xonadonida ham namunali loyihalar bilan tanishdik. Bizning aymog'imizda 5550 odam turadi. 812 xo'jalik bor. Hozirgi vaqtda 18 odam imtiyozli 12% kredit berdik, hamda bandligini ta'minladik. Hamda 17 fuqaroga hozirgi vaqtda 325 million so'm xarj ajratildi. O'tkazilgan media tur yakunida matbuot anjumani ham tashkil etilib, so'nggi yillarda aholining bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish, shuningdek olib borilayotgan ishlar bo'yicha keng ma'lumotlar berildi. Hurmatli Prezidentimizning 2026-yili 5-fevralda 49 sonli qarorini tekrar Bo'zotov rayoni og'ir rayonlar tipiga kirdi. Buning natijasida Prezidentimiz tomonidan Bo'zotov rayoni 60 milliard so'm qarz ajratildi. Ajratilgan qarzlar tekrardan xalqning bandligini ta'minlash, infrastrukturani yaxshilashga qaratilgan bo'yicha tezda yo'l kartalar belgilanib oldi. Bundan boshqa Bo'zotov rayonida Asfantay ovul fuqarolar yig'ini og'ir mahallalar tipiga, Qusqonatov hamda Yergandaryo ovul fuqarolar yig'ini bo'lgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston tipidagi mahallalar tipiga kiritildi. Jami 5 mahallada 2 milliard 830 million so'm kredit qarzlari ajratildi. Bu bo'lsa 168 fuqaro o'zini-o'zi band yetdi. Bundan boshqa 188 million so'mlik subsidiya qarzlari ajratib berildi. Bular tekrardan ovul xo'jaligi yo'nalishida hamda jazoni o'tab kelgan fuqarolarga o'zini band etmoqchi bo'lgan kambag'al fuqarolarga subsidiya qarzlari ajratib berildi. Alisher Alimjanov, Ilhambek To'labayev, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.